Fransiya taraqqiyot agentligining chorvachilikni rivojlantirishga qaratilgan loyihasi O'zbekiston baliqchilik sohasiga qanchalik kirib kela oldi? Fransiya taraqqiyot agentligining mablag'lari hisobidan mana agarda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, 12 million 375 ming dollar ajratilgan. Misol uchun agarda hisobga oladigan bo'lsa, 73 ta xo'jaliklarga bu pul yetkazib berilgan. Bu albatta juda ham katta turtki beradi. Sohalarni oladigan bo'lsak, har bitta sohaga, shu jumladan baliqchilik sohasiga ham qanchalik arzon pul va uzoq muddatli pullar bo'lsa, bu sohaga juda ham katta turtki beradigan bir omil hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holatda, mana shu Fransiya taraqqiyoti agentligi tomonidan berilgan 12 million 374 ming dollarlik kredit tadbirkor o'z mablag'i bilan hisoblaydigan bo'lsa, bu 28 million 852 ming dollar. Aytganimdek, qanchalik pul uzoq muddatli bo'lsa, qanchalik foizi past bo'lsa, bu albatta baliqchilik xo'jaliklar juda ham katta foyda tegadi. Eng asosiy narsa, bu berilayotgan pullar ham yangi zamonaviy baliqni yetishtirish usullarini o'zini orqasidan tortadi, ya'ni shu yarim intensiv usulga o'tishi yoki misol uchun yuqori oqsilga boy bo'lgan omuqda yem sotib olishi yoki misol uchun baliqni qayta ishlash uskunalar sotib olishi, bu albatta umumiy baliqchilik tarmog'iga juda ham ijobiy ta'sir qiladigan omillar hisoblanadi. Agarda bu loyiha davom ettirilsa, ya'ni o'sha Fransiya taraqqiyot agentligi tomonidan uzoq muddatli proyekt agarda amalga oshirilsa, albatta bu 12 million 375 ming dollarlik summalar agarda kamida 5, 6, 10 baravariga oshsa, baliqchilik xo'jaliklariga yetkaziladigan mablag'lar va o'sha banklar tomonidan baliqchilik xo'jaliklariga qo'shimcha xizmatlar ko'rsatsa, albatta bu baliqchilik tarmog'ini rivojlantirishni, keskin baliq yetishtirishni oshirishga bir omillardan hisoblanadi.